Yangi darvoza. Eng yangi avlod texnologiyasidan foydalangan mutlaqo misli ko'rilmagan yangi avlod VR MMORPG. Ko'z oldingizdagi dunyo bo'ylab erkin sayohat qilish imkoniyati. Avataringizni yaratish uchun 7 ta noyob turdan birini tanlang. Ittifoqchilar bilan kuchli yirtqich hayvonlarni mag'lub eting. Savdo yo'llari orqali boylik to'plang. Yoki temirchi bo'lib afsonaviy qurollarni yarating. Tasavvur qilsa bo'ladigan hamma narsani qilish imkonini beruvchi VR MMORPG. Yangi darvoza. Endi barcha hududlarda mavjud. Bir kuni yangi darvoza o'lim o'yiniga aylandi. Chiqish imkonsiz bo'lib qoldi va o'yin ichidagi o'limlar haqiqiy hayotdagi o'limga aylandi. Siz zahir, shinsiz. O'sha umidsiz o'yinni tugatish uchun men kurashishni davom ettirdim. Ustoz, siz ketyapsizmi? Yana uchrashadigan bo'lsak, umid qilamanki munosib duel o'tkazamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Albatta, men qaytaman. Bu haqiqiy Last Boss anchagina katta bo'lsa ham tez. Lekin seni boshing meniki. Jenurson uchab berdi. Xotirjam bo'l. Uni mag'lub etganimdan keyin bularning barchasi uni shikastlangan qismlari tiklanyapti. Bunga yo'l qo'ymayman. Po'lat zarba. Yana tuzalayapti. Lekin oy qilish raqsi. Bu shu yerda tugaydi. Darvoza qo'riqchisi Origin mag'lub etildi. Olingan unvonlar Kritikar, Achiever va Liberator. Zindon tozalandi. Endi o'yinchilar tizimdan chiqishlari mumkin. Va nihoyat tugadi. Hamma tizimdan chiqishga muvaffaq bo'ldimikan? Ular yo'qolyapti. Hamma o'yin dunyosini muvaffaqiyatli tark etmoqda. Shunday qilib men oxirgisiman. Hayır, yangi darvoza. Bu nima? Boshqa voqealar bo'lmasa kerak edi. Men o'yinni butunlay mag'lub qildim deb o'ylagan edim. Bu nima? O'yin dunyosi to'g'rimi? Yo'q, bu juda ham realistik. VR texnologiyalar katta yutuqlarga erishganini bilaman, lekin bunisi... Ha, to'g'ri. Demak, buni otishim mumkin. Shoshma, meni statistikam sezilarli darajada yaxshilangan. Last Boss'ni mag'lub etib olgan unvonlarim tufaylimi? Agar men o'yinni mag'lub qilgan bo'lsam, tizimdan chiqishim kerak. U yo'q. Nega chiqish tugmasi yo'q? Hoy, hazillashyapsizlarmi? Ha, to'g'ri. Boshqalarchi? Tarmoqqa ulana olmayapmanmi? Unda o'yin menga harakat qilishimga imkon bermasligi kerak. Nima bu degani? Bu haqiqatmi? Men tushunmayapman. Avval o'lim o'yini, endi esa isekay sayohatmi? Bu yerda yotganim bilan hech narsaga erisha olmayman. Agar men ushbu to'plamni uy bazasi sifatida ishlata oladigan bo'lsam, yaxshi, endi uyimga qaytaman.
Bu devor qachon qurilgan edi? Qal'ani ham ko'rayapman. Bu nima, bir shaharmi? Mana u. O'z uying, o'lan to'shaging. Meni yana aytishga majburlamang. Xo'jayinim bir muddat qaytib kelmaydi. Sen uni yashiryapsan, to'g'rimi? Agar bizga aytishdan bosh tortsang, kuch ishlatishimiz kerak bo'ladi. To'xtanglar, agar men tashqariga chiqsam. Ha, tushunarli. Men sehrli qobiliyatlarimning kuchini moslashtira olaman. Jismoniy hujumlar menga biroz og'irlik qiladi. Bu juda ham realistik. Haligi men qaytdim. Meni qutqarganingiz uchun rahmat. Men Tera Losentman. Men ismim Shin. Demak Shin. Shin, siz meni xo'jayinimni taniysizmi? Axir men qaytdim dedingiz. Xo'jayiningiz? Nima demoqchisiz? Muqaddasoy do'konchisi vazifasini bajaruvchi Shney Rayzerni tanimaydigan odam yo'q. Shney Rayzer. Shney Rayzer? Bo'sha. Beligacha kumush sochlari tushadigan va aql bovar qilmaydigan tanasi bilan chiroyli, baland bo'yli elfmi? Agar u xuddi shu ismli boshqa odam bo'lmasa, Shney meni yordamchi qahramonlarimdan biri. Aytmoqchimanki, Muqaddasoy mavjud, shuning uchun. Ha, bu haqida Shney ortga qaytgandan keyin bilib olishingiz mumkin. Xo'sh, u hozir qayerda? Men ma'lumotni osongina bermayman. Biz endigina uchrashdik, ayniqsa o'sha yigitlar ham uni izlashayotgan edi. Lekin hech bo'lmaganda sizdan xabar olib qolishim mumkin. Xabar? Meni vazifam do'konga qarash va xo'jayinimga xabar olib qolish. Har bir xabar sizga 1000 juliga tushadi. 1000 juli? Lekin menda faqatgina Jail bor xolos. Qo'y, bir soniya, siz uni hozirgina qutidan oldingiz, to'g'rimi? Ha, shunga nima qilibdi? Nima qilibdi deysizmi? Ulardan faqat cheklangan turdagi qirollar va oqsoqollargina foydalanishi mumkin. Nafaqat bu, balki oltin jali tangalari sehrni kuchaytiruvchi element. Ularning qiymati kamida 10 milliard juli. 10 milliard? O'yinda jali valyutaning eng kichik shakli edi. Rostini ayting, kimsiz o'zi? Oddiygina sarguzashtchi. Donishmand. Yo'q, meni oliy inson desa bo'ladi. Oliy insonmi? Ammo oliy insonlar yo'q bo'lib ketgan. Yo'q bo'lib ketgan? Insoniyat yo'q bo'lib ketgan demoqchimisiz? Faqat oliy inson kabi yuqori martabalilari, siz bo'yi ko'rganingizdek oddiy odamlar mavjud. Ha, to'g'ri. Bir vaqtlar faqatgina 6 ta oliy insonlar bo'lgan. Ular bundan 500 yil avval farovonlik oqshomida g'oyib bo'lgan. Farovonlik oqshomi? Buni nima ekanligini ham bilmaysizmi? Bu nafaqat oliy odamlar, balki ko'plab odamlar ham yo'q bo'lgan tarixiy voqea edi. Bir guruh odamlar yo'q bo'lganmi? Nahotki o'shanda 10 minglab o'yinchilar o'yinda qolib ketishgan edi. Agar ko'p odamlar bir vaqtni o'zida bedarak yo'qolsa, bu katta voqea bo'ladi. Bu degani eng oddiy talqin. Bu dunyo o'yindan 500 yil keyingimi? Hoy, meni eshityapsizmi? Ha, menga aytganingiz uchun rahmat. Siz buni olishingiz mumkin. Nima? Siz bilan tanishganimdan xursandman. Meni gaplarimni eshityapsizmi? Qanday ahmoq birovga bunchalik qimmatbaho narsani beradi? Mana bunday. Siz uni qaytarib berishimni so'ramaysizmi? Albatta yo'q. Oltin jali tangasini ushlashni orzu qilardim. Ular juda ham yorqin va chiroyli dizaynga ega. Elflar sehrdan foydalangani uchun bu sizga foydali bo'ladi. Elflar? Siz meni elfga o'xshatyapsizmi? Ha, siz qora sochli, oltin ko'zli, go'zal elf qiz ekanligingiz aniq. Bunga ishonmayman. Menga hattoki xo'jayinim illyuziya sehrini o'tkazgan edi. Nimaga bunday qilgan? Chunki qora sochli elflar baxtsizlikning la'nat ramzi. Baxtsizlik ramzi? Ha, bu qora sochlar baxtsizlik keltiradi. Yirtqich hayvonlar tez-tez hujum qila boshladi va meni qishlog'imdan haydab chiqarishdi.
O'shanda xo'jayinim meni qutqarib qoldi. Bu do'kon atrofida to'siq bor va xo'jayinim meni shaxsimni yashirish uchun illyuziyadan foydalangan. Men 100 yil davomida xavfsiz yashadim. Tushunarli. Demak, o'sha la'nat tufayli ular hujumga uchrashdi. La'natni olib tashlashni biror bir usuli bormi? Xo'jayinim buni qidirayotgan bo'lsa ham hozircha bilmaymiz. Lekin hammasi joyida. Bu to'siqdan chiqa olmasam ham, hech kimga muammo tug'dirmay yashasam xursandman. Baribir. Sochingiz har doim qora bo'lganmi? Yo'q, ilgari ularning rangi kumush rang edi. Ammo bir kuni to'satdan meni la'natlashdi va u qoraydi. To'satdan birdan soch rangini o'zgartiradigan la'nat. Maxluqlar hujumlari, balki bu. Bor, buning imkoni bor. Buni unutganimga ishona olmayman. Ko'raylikchi, qobiliyatlar ekranini ochamiz. U shu atrofda bo'lishi kerak. Haligi nima qilyapsiz? Topdim, tahlil qilish. Buni bilgandim. Nima demoqchisiz? Sizda la'natlangan sovg'a degan nom bor. Sochingizning rangi o'zgargani va yirtqich hayvonlar hujum qilayotganining sababi shu. Bu tasodifiy la'nat. Ammo la'natni aniqlash uni yo'q qilmaydi. La'natingizni olib tashlashning bir usuli bor. Nima? Boshladim. Poklash. Nima? Bu ish bermadimi? Yo'q, poklash albatta ish berdi. Ammo sochingizni faqat bir qismi o'zgardi. Tera, buni qanday aytishni bilmayman. Rahmat. Rahmat, rahmat. Lekin Bu yaxshi, bu ajoyib, ajoyibdan yaxshiroq. 100 yildan beri ko'rmagan sochlarimni qaytardim. Men xotirjamlikni yo'qotganimdan afsusdaman. Ammo la'nat chindan ham olib tashlanganiga ishonish qiyin. unday bo'lsa yaxshisi, to'siqdan chiqib ko'ring. Nima? Hammasi joyida bo'ladi. Maxluq paydo bo'lsa, men uni yo'q qilaman. Lekin ishonchim komil emas. Siz buni 100 yil kutgansiz, to'g'rimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi, endi olg'a. Hech narsa bo'lgani yo'q. Siz haqsiz. La'nat olib tashlandi. Shunaqaga o'xshaydi. Hoy, Shin. Osmon ulkan, shunday emasmi? Ha, to'g'ri. Foydali bo'lganimdan xursandman. Sizga katta rahmat. Endi nima qilmoqchisiz, Shin? Xo'jayinim hali beri qaytib kelmaydi. Unda atrofdagi shaharni ko'rib chiqaman. Men bu dunyo haqida ko'proq bilishim kerak. Agar uning xo'jayini haqiqiy shinni bo'lsa, ehtimol mening boshqa yordamchi qahramonlarim ham mavjud. To'g'ri. Beirlift qirolligiga boradigan bo'lsangiz, buni o'zingiz bilan oling. Beir, adashmasam, bu ilgari men o'tgan joy. Mana, bu kirish xati. Shohlikka kirayotganda tekshirish qatori bor, ammo bu sizga uni chetlab o'tishga imkon beradi. Rahmat, lekin bu xatni bugun tanishgan odamga bermoqchi ekanligingizga ishonchingiz komilmi? Siz meni la'natimni ko'tardingiz va qobiliyatli ko'rinasiz. Qolaversa, ahmoqona darajada xushmuomalasiz. Buni oxirida aytishingiz shart emas edi. Men sizga yetarlicha rahmat ayta olmayman. Nima? Hech narsa emas. Unda men ketishim kerak. Xo'jayinim qaytib kelganda sizga xabar beraman. Rahmat. Men buni qadrlayman. Bu navbatni o'tkazib yuborishimga ishongim kelmayapti. Bu kirish xati albatta nimadir. Nafaqat bu, balki bu qirollikda ular shaxsni tasdiqlovchi hujjatga o'xshab qirol bilan suhbatlashish imkonini beradi. Buni yo'qotmang. Rostdanmi? Bu sarguzashtchilar gildiyasi. Mayli, ko'rishguncha.
Ha, yordamingiz uchun rahmat. Agar ma'lumot yig'moqchi bo'lsam, shu yerdan boshlashim kerak. Sarguzashtchilar gildiyasiga xush kelibsiz. Bugun sizga qanday yordam bera olaman? Men sarguzashtchi sifatida ro'yxatdan o'tmoqchiman. Arizalar chap tomoningizdagi zinapoyadagi 5 taqtada qabul qilinadi. Ha, tushunarli. Xush kelibsiz. Sarguzashtchi sifatida ro'yxatdan o'tmoqchimisiz? Nima? Ha, albatta. Biror narsa bo'ldimi? Siz xuddi birinchi qavatdagi qizga o'xshaysiz. U meni katta egizak singlim Selka. Men esa Silkaman. Ha, shunaqami? Birinchidan biz sizning boshlang'ich to'lovingizni qabul qilib olamiz, keyin esa mana bu shaklni to'ldirasiz. Gildiya kartasini ochish uchun bir kun kerak bo'lishiga ishongim kelmayapti. Mis hamda temir qurollar. Ularning barcha zirhlari teri yoki temirdan qilingan. Ularning jihozlari o'yindagidan pastroq. Kutganingiz uchun rahmat, Shin. Selikasan, nimaga? Band bo'lmaganimda bu yerda ham yordam beraman. Bu uchun kiyimni almashtirish kerakmi? Haligi. Marhamat, yoqimli ishtaha. Rahmat. Mazali. Qarash. Lekin men bunday ovqatlana olmayman. Haligi, Selikasan. Uzr so'rayman. Siz bilan tasdiqlamoqchi bo'lgan bir narsam bor edi. Shunaqami? Va bu nima? Eshitishim bo'yicha sizda muqaddas oydan kirish xati bor. Ha. Uning haqiqiyligini boshqa xonada tekshirishimga qarshi emasmisiz? Ovqatlanib bo'lganimdan keyin albatta. Men bu yerga kelganimdan keyin birdaniga gildiya ustasi bilan uchrashishni xohlamayman. Bu haqida u aslida aynan shu yerda. Yo, qabulxonadagi o'sha g'alati yigit. Tanishganimdan xursandman. Mening ismim Ballu Heym, gildiya ustasiman. Men Shinman, tanishganimdan xursandman. Shinkun, keling ishga o'tamiz. Muqaddas oydan kirish xatingizni ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Uni haqiqiyligini tekshiramiz. Kirish xatlari bir-biriga yaqin bo'lsa, ular nur sochadi. Bu haqiqiy xat ekanligini tasdiqlashim mumkin. Bu haqida bilmasdim. Buni sizga kim berdi? Shinimi yoki Terami? Tera. Agar u buni sizga tushuntirishni unutgan bo'lsa, qandaydir muhim narsa bo'lsa kerak. O'rniga tushuntirishga ruxsat bering. Kirish xati ko'pgina davlatlarga tekshiruvsiz kirishga imkon beradi. Bu barcha gildiyalar tomonidan qabul qilinadi va ba'zi davlatlar, masalan, Bayrliqda qirol bilan uchrashish imkonini ham beradi. Ular identifikatsiyaning eng ishonchli shaklidir. Bu juda ham katta foydalar. Shini chindan ham o'z nomini yaratgan. Bu juda ham kuchli element. Ularni g'arazli maqsadlarda o'g'irlashga urinayotganlar ham bor. Bunga ishonchim komil. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri so'rayman. Agar ushbu xatni himoya qila olishingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, uni shu yerda qoldiring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar Tera buni menga ishongani uchun bergan bo'lsa, men uni ishonchini oqlayman. Bu eshitishni xohlagan narsa. Bir odamni muqaddas oy boshqasiga tan olgandek, qo'limizdan kelganini qilaylik. Nimaga erisha olishingizni intiqlik bilan kutaman. Rahmat. Endi esa mahoratlaringizni sinab ko'ramiz. Nima? Juda ham charchadim. Bugun juda ham og'ir kun edi. Ertaga gildiya kartam olishim bilan darajamni oshirishga harakat boshlayman. Jan ursin, Shini qachon qaytib kelarkin o'zi? Ming afsuslar bo'lsinki, men yana haqiqiy dunyoda uyg'onmaganga o'xshayman. Xayrli tong, Shin. Yaxshi uxladingizmi? Ha, siz tufayli men qolish uchun yaxshi mehmonxona topdim. Nima? Siz yangi kiyim kiyib olibsizmi? Bularda atrofda yurish osonroq. Past darajadagi sarguzashtchi bunchalik ajoyib kiyimlarni kiymasligi kerak. Mana, sizning gildiya kartangiz. SS va S'dan E'dan G'gacha bo'lgan 9 ta sarguzashtchi darajalari mavjud.
vazifalarni bajarish orqali balolasiz bu reytingni oshirishga imkon beradi. Siz o'zingiznikidan 2 daraja yuqoriroq ishlarni olishingiz mumkin. Men tanlab qo'ygan ishim allaqachon bor. Demak, u to'g'rimi? Unda eliksir modda sifatida doim talab bor, shuning uchun vaqt chegarasi yo'q. Tushunarli. Unda men ketdim. Ehtiyot bo'ling. Barlux uning mahoratini tan oldi, lekin u unchalik ham zo'r emas. Qandaydir g'alati odam. Men 3 soatdan beri qidiryapman. Hatto o'yinda ham Hilkotni yig'ish boshlang'ich izlanishida bu oson bo'ladi deb o'ylagan edim. Xo'sh, barcha yirtqich hayvonlar past darajadagi uskunalar bilan urush uchun yetarlicha zaif, shuning uchun hammasi joyida. Yirtqich hayvon, lekin nega u shunday harakat qilyapti? Menimcha, u juda yaqinda. Bu axir Skullface Jake. Darajasi 359. U kuchli. Arava. Xaritada g'alati ko'ringani sababi u hujumda bo'lgan. Kimnidir Skullface Jake hujum qilib o'ldiribdi. Men ularni tanirdim. Juda ham afsusdaman. Bu haqida nimadir qilish kerak. Men hujumdan boshlayman. U anchagina tez. Va men ilgari hech qachon o'lmas yirtqich hayvonni yengil qilich bilan yurganini eshitmaganman. Bu noyob yirtqich hayvon bo'lsa kerak. Bu unchalik katta zarar emas edi. Bu yana bitta zarbaga dosh bera oladi. Yaxshi, bir narsani sinab ko'ramiz. Cheklovni o'chirish. U ketdi. O'zimga shunday qilishni xohlardim. Undan qimmatbaho tosh tushdi. Menimcha uni olish kerak. Bu dunyoda qanchalik kuchli ekanligimni o'zim ko'pmi tushunib yetdim. Shunday qilib, o'yin bu yerda haqiqiy. Bu qiziqarli bo'la boshladi. Nima bo'lyapti? Zot oliyalar yaxshimi? Zot oliylar yaxshimi? Rione xonim. Bu yerda nima bo'ldi? Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.